Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali qilib baliq tayyorlaymiz. Demak, boshladik. Oldin baliq ustiga suradigan sousimizni tayyorlab olishimiz kerak. Idishimizga soyuz sos, o'simlik yog'i, maydalangan murch, tuz hamda paprika solamizda hammasini yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Bugungi videoyimga men forel ishlatdim. Forel boshqa baliqlarga nisbatan juda ham mazali bo'lib pishadi. Mana sousimizni tayyorlab oldik. Endi xohishga ko'ra kartoshka, kabachki, pomidor agar bo'lsa, xohishga ko'ra sabzi ham qo'shsak bo'ladi. Videoda kabachka bir dona ishlatganman. Aslida ko'proq ishlasanglar ham bo'ladi. Chunki kabachka juda ham mazali bo'lib, duxovkada dimlanib pishadi. Piyozni ham to'g'rayotganimizda ozgincha qalinroq qilib to'g'rashimiz kerak, chunki duxovkada seli chiqishi kerak bo'ladi, shuni hisobiga. Agar yupqa qilib to'g'raydigan bo'lib qolsak, piyozimiz kuyib ketadi. Endi baliqlarimizni asta-sekinlikda listimizga terishni boshlaymiz. Undan avval listimizga folga qog'oz ham solib qo'ygan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Baliqlarimizni birin-ketin qo'yib olganimizdan keyin tayyorlab qo'ygan sabzavotlarimizni ham xuddi shunaqa qilib oralariga solib chiqsak bo'ladi. Xohishga ko'ra piyozni ko'proq to'g'rab, baliqlarni tagidan, ya'ni birinchi piyozlarni qo'yib olib, uni ustidan baliqni qo'ysak ham bo'ladi. Bu videoda ko'rsatilgandek qilib sabzavotlarimizni, baliqlarimizni taxlab olganimizdan keyin endi bularning ustida tayyorlab qo'ygan sousimizni surishni boshlaymiz. Souslarimizni surib bo'ldik, endi piyozni ham asta-sekinlikda qo'yamiz. Endi bu tayyorlab qo'ygan baliqlarimizni roppa-rosa 20 daqiqaga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Oradan yarim soat o'tgandan keyin endi balig'imizni qizib turgan 180-190 darajada qizib turgan duxovkamizga qo'yamiz. Yarim soatda pishib tayyor bo'ladi. Balig'imizni qo'yib bo'lganimizdan keyin endi baliq oldida baliq bilan birga yeydigan garnir tayyorlaymiz. Qatig'imizga 2 osh qoshiq suzma solamiz. Bularni yaxshilab aralashtiramiz. Uni ketidan 2 dona chesnokni, ya'ni sarimsoq piyozimizni mayda tishli cho'rkadan o'tkazamiz. Xohishga ko'ra tuz, undan keyin ko'kat solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Buni orasida pyurega ham tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz. Kartoshka ham gazimizda pishib tayyor bo'lyapti. Mana balig'imiz tayyorgina bo'ldi. Buni orasida pyuremizni ham tayyor qilib olamiz. Endi asta-sekinlikda chiroyli qilib likopchalarimizga qo'yamizda dasturxonimizga tortamiz. Mana ikkalamiz tayyorlagan balig'imiz tayyor bo'ldi. Endi bu baliqni chiroyli qilib bezatamiz, dasturxonga tortamiz. Ishonavering, bu baliq juda ham mazali bo'lib tayyorlandi. Ayniqsa yog'li baliq yoqtirmaydigan odamlarga juda ham ko'ngliga o'tiradigan taom bo'ldi. Bugungi videoyim mana shu yerda tugadi. Siz bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Agar videom sizga yoqib, biron kun tayyorlaydigan bo'lsangiz, albatta duolaringizda meni ham eslab qo'yishni unutmang. Sizlar bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.